Oo, nima deyapsiz? Nima? Nereden aldınız? Sarkardan. Hozir Sarkarda donliq markadagi uy jihozlari ham elektr uskunalar bor ekan. Men shunday do'kondan bir necha pul topmamdi. Sarkar uy jihozlari va elektr uskunalar bilan uyingizdagi mush maqsadlar vakolatchi bo'lib, har qanchalardan do'konlarni turmushda xashatlarni mutaqash usuldan har qanchalardan vakolatchi qabul qilinish boshlandi. Sarkar uy jihozlari sari. Ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, riyosatchi Mahin Nuruzdan hammalarga o'tliq salom. Ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Sarkar uy jihozlari chekish shirkati Aptapparas tor soda bozori ham shundaqla Shimbao chaylari alohida qo'llagan Xili Chishing, ya'ni Umlik sadosi programmasi. Bugungi programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligim mening xursandligim. Biz bugungi programmamizga intayin alohida mehmonni taklif etdik. Undaqda bugungi aziz mehmonimiz Sodiq kimdir? Oldi bilan ekran orqali tanishib chiqamiz. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaqlık yollarının karvanımız. Yalqıllaydı kalplerde karvan bekler. Kucağışkan bizge güzel devranımız. Qarshi olamiz da. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, ko'rib turayotganlarga o'xshash bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, Xinjiang san'at yurti muqam o'mikining davlatlik 2 darajalik artisti, iqtidorli naqshchi, magistr aspirant Gulmira Ablas. Qarshi olamiz da. Xush bo'ldim. Ko'ruvchilarga bir salom bersangiz. Salom ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Ömlik sadosi programmasi orqali har qaysingizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Bizmi xush bo'ldik Gulmirada. Shu topda ekran oldidan nurg'ulg'an mastonlaringiz ham shundaqla sizdan bilim olayotgan o'quvchilaringiz bo'lishi mumkin. Bugungi Ömlik sadosi programmasida yaqinliq naq maydon naqshingizni huzurlanamiz ham shundaqla. Mana shu bizning sandiqning ichida talaylagan savollar bor. Mushu savollarni so'raymiz. Javobga erishamiz bugun. Undaqda da oldi bilan mening shuni bilgim bor. Ko'rmanlarga boya tunishtirgan vaqtimda magistr aspirant deb tunishtirdim. Oliy maktabni bitirib, nayt yaxshi bo'lgan xizmatga erishgandan keyinmi, yana davomli shu aspirantlikda yuqorilab o'qishni tanlabsiz. Nima sababdan shu o'qish qaroriga kelib qoldingiz? Yoki bo'lmasa, shunday bir yaxshi fursatlar kelganmi? Yoki burunda shunday bir orzuyingiz bormi? Men 96-yili şu Xinjiang san'at institutiga qabul qilingandan keyin 4 yil jarayonida mening kasbim muqam o'rinlash. Shundaqla tunji qaror muqam sinfning o'quvchilarida biz muqam o'rinlash kasbini bitirib Xinjiang san'at yurti muqam o'mikiga taqsim qilindik. Demak, oliy maktabda kasbingizmi muqam o'rinlash, aspirant o'qigan kasbingizmi muqam o'rinlash. Undan boshqa Gulmirada mening bilishimcha, davlatimizning a'zoki g'ayriy moddiy madaniyat meroslari qatoriga kirgizilgan Jungo Xinjiang Uyg'ur 12 muqamining ratlanish, ovoz berish xizmatiga qatnashib ekansiz, ha? 97-yili 12 muqamning shu qaytadan ratlash jarayonida tushib qolgan qismlarini o'nga elish xizmati keldi. Bu vaqtda shu bizniki muqam sinfdan men bilan yana bir o'g'il savodishimiz ikkimizni mushu xizmatni tamomlashga avatdi. Mush jarayonda biz 3 oydak ugunib, bir tarafdan lo'yin qilib, ungilib mush xizmatni g'alabalik tamomladim. Andan keyin 99-yili yana shu Rah muqam bilan Panjiga muqamini unga elish xizmati
yana Şinjan Sanat institutiga taqsim qilindi. Mush jarayonda biz mushu muqam sinfning barliq naqshchilari bir 14 tek balada biz bir sinfda Beijingga 6 ayning oxiri berib 3,5 oydek rak muqam bilan Panjiga muqamini bir tarafdan ügünüp, bir tarafdan önge elip mush xizmatni g'alabalik tamamladik. Bu jarayonda men mushu rak muqamining dastan qismlarini o'zim yolg'iz ijro qildim. Bu xizmatning menga taqsim qilinganligidan intayin xursand bo'ldim ham faxrlandim. Keyin mushu xizmat ishlash jarayonida 2002-yili qilib qolgan 10 muqamni önge elish xizmati yana mush Şinjan sanat yurti muqam umigiga taqsim qilindi. Bu jarayonda 2002dan boshlab 2004-yilgacha 2 yil kech kunduz ugandik. Bir tarafdan önge alımız, bir tarafdan ügünümüz müşündaq qilib 2 yildek bu vazifani tamamladım. Bu jarayonda men yana shu muqamning dastan qismlarini ayrim ijro qildim. Yana menga müşündaq fursatlar keldi. Buningdan intayin faxrlandim. Albatta men intayin faxrlanib turibdim. Demak, oliy maktabdan boshlab xizmat qilish jarayonlarida parda orqasida turibmi nurg'unlagan to'hfalarni qo'shib ekansiz-da. Bunda qilaylik. Savollarmi intayin ko'p. Aldı bilan bugungi programmamizga ep kelgan naqshingizdan birini anglaylik. Chunki ihraldagi nurg'unlagan mas'ullar, o'quvchilar, oilangizdagilar naqshingizni anglashga taqozo bo'lib turibdi. Aldı bilan qaysi naqshni anglaymiz-da? Aldı bilan ijodiy naqshlardan bo'lgan ko'nglim degan naqshini ekran oldidagi aziz ko'rinmanlarga taqdim qilsam. Bo'ladi. Qani, marhamat dada. Ömrük sadası.
ko'nglim Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmat Gülmirada, güzel ovozingizning naqmaydanda anglab shunchalik suyundim. Undaqda savol so'rash bosqichiga keldik. Buning ichidagi savollar mening savolim emas, ekran oldidagi ko'rmanlarning savoli. Qanamsada tanlab ipbasangiz, hozir qaysi savollar chiqdi? Tunji savol. O'quvchilarning savoli ekan. Naqsh kasbida o'qiyotgan o'quvchilarga nisbatan nima eng muhim debdi? Naqsh kasbida shu ovoz ilmidan shu dars elish jarayonida shu nafas intayin muhim rol o'ynaydi. Nafasni to'g'ri elishda, To'g'ri. nurg'un ahvollarda nafas xato bo'lib qoladi, andiki avjiga yoki naqshi qisqa bo'lib qoladigan, nafas yetishmaydigan, ovoz titraydigan shunday ahvollar yuz berdi. Aldı bilan eng muhimi nafas. Nafas mashqini bizmi diktoriyasi kasbida o'qiyotgan vaqtimizda bizga ancha-muncha o'rgatadi. Ammo biz yilqi kunda qilishni o'zimizga odat qilmaydi ekanmiz. Naqsh kasbidagilarmi cho'qim kunda mashq qilish kerakmi yoki sahnaga chiqishning oldinlarda qilib olamdi? Naqshi aytadigan odam bir umr naqshi aytaman deydi ekan, u cho'qim har kuni cho'qim mashq qilish kerak. Har kuni mashq qilmaganda ovozda o'zgaradigan, nafaslar qiynaladigan, Yetishmay qoladigan, ovoz qaydigan, endi muzikaga dasmaydigan shunday ahvollar yuz berdi. Shuning oldini olish uchun naqshni yaxshi ijro qilib xalqqa taqdim qilish uchun cho'qim har kuni mashq qilish kerak. Qanamsa ikkinchi savolda. İkinci savol. Bu bir naqshiga oshiq biraylarning savoli ekan. Gulmira molim, mening yeshim 40 dan oshdi. Men burundan naqshini shunchalik yaxshi ko'rman. Endi naqshini o'rgansammi, kechikkan hisoblandim yoki bo'lamdi debdi. Hargiz undaq bo'lmaydi. 40 yoshdan oshgandimi agar o'zida shu naqshini o'rganib naqsh kasbida men sistemlik tarbiyalandim deydigan o'zida iroda bo'lsa, o'rgansa bo'ladi. Demak, naqsh o'rganishning vaqt, yosh cheklamasi yo'q-da. Yo'q. Menga shu ovoz ilmidan dars beradigan ustozim 80 yoshda. Sadat Qabulova deb 80 yoshga kirgan ustoz menga dars o'tgan. Ashundan men intayin hayron qolganda, shu vaqtdami yana shu naqshini shu sistemlik aytib ijro qilib xalqqa yarata oladi ekan. Xo'sh, uchinchi savol. Shuncha savolimiz nimadu? Gulmirada yoshsun degan naqshini nechinchi yil aytqandingiz? Shu naqshidan bir kuplet anglasak bo'lamdi deydi. 98-yili Xinjiang san'at sho'yanda o'qiyotgan vaqtimda aytgan bu naqshini. Demak, bu naqshini oliy maktabningki 2-yilida o'qiyotgan vaqtingizda aytgan. Shundami? Boldurli naqsh kasbini boshlab ekansiz jumuada. Mush naqshni biz anglagan vaqtimizda, biz kichik vaqtlar hozir hamda o'ylagan vaqtimizda bu naqshni aytgan adimiz cho'qim yoshga cho'ng bo'lib ketdi deb o'ylagandik. Oldin qitim faoliyat ko'rish bayron qoldi. Shu naqshdan bir kuplet unda bo'lsa, anglaylik ko'rmanlarning talabi bo'yicha, ham mening talabim bo'yicha. Bo'ldi. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Yürmesizni yürügenler yaşsın. Yügeksizni yügegenler yaşsın. Öz almayan bu yaksa asmandır. Elgi yağmur tilgenler yaşsın. Öz almayan bu yaksa asmandır. Elgi yağmur tilgenler yaşsın. Rahmat. Rahmat dada. Shu ovoz shu bitti. Qani, keyingi savol. Navbatdagi savolimiz bo'lsa,
Naqshchimiz Gulmira qaysi muzikalarni çala oladigandu deb so'rabdi. Meningcha muzikalarni chalasizgu deymadi. Gangchingni ancha-muncha chalaman. Aha. Lekin bak mundaq layoqatli emasda. O'zingizning o'disini chiqa olaysiz. O'zimning o'disdan, ovoz mashqlarimdan chiqa olayman. Anandan keyin dab chalishni o'rganganman. Qandoq bo'lib dab chalishni o'rganishni o'ylab qolgan bo'g'iysiz? Bir kuni ustozim o'tirib, menga dabni berib, navoning nusxasini aytib bergin dedi. Voy, men ustoz dab chalanmaydim desam, bu qanday degan gap? Dab deganni har qanday naqsh chilish kerak. Bu xato bu seninki. Sen cho'qim dab o'rgan dedi. Shu kundan boshlab men dab chalishga bel bog'lab, o'zim dab mashq qilib, muqamning udarlari, o'zimningki naqsh aytadigan naqshninki udarlarini o'rgandim. Har qanday bir naqsh uchun cho'qim dab o'rganish kerak. Undan bo'lsa dab chalishninki shu udar ritmni to'g'ri chiqarishga foydasi bor ekanda? Ha, foydasi bor. Ha, demak pianino, dab qatorliq muzikalarni o'zingizdan chiqalaysiz deyli. Birakin muzikantlarga Gulmira ablangiz muzikantmi deb chiqamiz sekniganda. Qani, tanlangan savollar ichidan eng oxirgi bir savolni so'rab o'taylik. Keyingi savollarga keyin fursat bo'lsa yana davomli so'ramiz. Bu savol farzandlar haqida Gulmirada. Mundaq deydi, nurg'unlagan san'atkorlar o'z farzandini o'zining izbosari bo'lsa ekan deb o'ylaydi. Sizlarningki farzandga mushundaq talab bormi debdi. Umaq bir qizingiz bormi deyman Gulmirada? Shundaq. Mening yo'ldishimmi Xinjiang san'at institutininki Nay Sunay o'qituvchisi. Men bo'lsam shu muqam o'migida ishlash jarayonida shu farzandimninkimi san'atchi bo'lishni o'zim orzu qilatdim. Keyin mush qizim kichik vaqtlarida bizning o'makka kelib yo'lishimning maktablariga berish jarayonida qiziqdi haqiqatan. Bir kuni shu yo'lishimninki maktabida bir orkestri muzika kechaligi bo'lgan vaqtida tatichinga ko'z tushib, mening qizimning dada ash muzikani o'rganaman deb. Shuningdan keyin dadasi uyga kelib, mening balam o'zininki qiziqqan kasbini topdi deb tatichinni appadik. Shu vaqtda 7 yosh vaqtida. Tatichinni appadik 8 yosh vaqtidan tatib, tatichinni o'rgatdik qizimga. Keyin men qizimni shu Xinjiang san'at institutininki tatichin kasbiga imtihon bergizib, 1 yil 9-oydan boshlab o'qishga kirdi. Endi san'at sifidagi o'qishni boshlabdi. Shundoq. Bundan keyin ishlaringlarning texnik utuqli bo'lishiga, oilanglarning baxtli bo'lishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. Balkim kasbiy hayotingizda ham shundaqla oila haqida sizning go'zal orzularingiz bo'lishi mumkin. Bugun anglab olaylik-chi. Men davlatimizning yaxshi siyosatlari bilan o'rlab magistr aspirantgacha o'qidim. Men bundan keyin shu o'qib kelgan bilimlarimni yosh notlarga yetkazib, texnik ko'p o'quvchilarni tarbiyalasam, shundaqla xalqimiz uchun, Jungo Kommunistik partiyasi uchun texnik yaxshi natijalarni ijro qilib sunsam degan umidim bor. Naytimi ulug'vor yuksak bir orzu ekan-da. Bugungi Önlik Sadosi programmamiz orqali siz bilan mungdashdik, paranglashdik. Endi oxirida yana bir naqshingizni anglaylarmikin deb o'yildim-da. Qaysi naqshni so'q qilsiz? Bo'ldi. Larzon valis degan shu qozoqchadan elingan naqshamni so'q qilsam. Ajab yaxshi. Qani endi sahna sizga qoldi. Marhamat. Önlük sadası. Önlük sadası. Kuylarga uzak merhamet oynaylı valım çırayın sülketlik unca Ahmet'in ahmetlik unca İgildin ekranda şunca merhamet oynaylı valım bir anda kullar
Hoş dedin kolumni tutup, qaradın közümge asta, biledin cimcit içinde, bilmese boğalı snakşa. Hoş dedin kolumni tutup, qaradın közümge asta, biledin cimcit içinde, bilmese boğalı snakşa. Dilinde kolların seni, kolunda nazik bile, suretke tartınla dostlar, baxtlik gülkenni bilir. Dilinde kolların seni, kolunda nazik bile, suretke tartınla dostlar, baxtlik gülkenni bilir. Dilinde kolların seni, kolunda nazik bile, suretke tartınla dostlar, baxtlik gülkenni bilir. Suretke tartınla dostlar, baxtlik gülkenni bilir. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmat Gülmirada. Rasnesam abay degan o'xshash kichik vaqtimda ovozlarınızı anglagandim. Bugun naq maydonni anglab shunchalik huzurlandim. Hozir aytgan naqshingizni bek chiroyli ekan. Bundan keyin ko'proq sahnalarda uchirtishimizni umid qilaman. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi programmamizni mushada oxirlashtiraylik. Oxirida eng go'zal tilaklarimizni sizga yo'llab atdik. Qabul qilinglar-da. Rahmat. Xo'sh, ihraldagi qadrli ko'rmanlar, bugungi Önlük Sadasi programmamiz mana mushada oxirlashdi. Keyingi son programmamizda görüşaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldü inakның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Ko'kda uçgan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpılmaydı kalplerden karvan beklik. Kucağışkan bizge güzel devranımız. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpılmaydı kalplerden karvan beklik. Kucağışkan bizge güzel devranımız.